Ustoz otangdek ulug'. Bu so'z bejizga aytilmagan. Chunki ustozning roli jamiyatni rivojlantirishda juda katta ahamiyatga ega. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz yana bir fransuz tili fidoyisi bo'lgan, hozirda nafaqada yashayotgan Barat va Klara opamizni xonadonlariga tashrif buyuramiz. U kishi mana 4-qavatda yashar ekanlar. Xudo xolasa bu kontentimiz Barat va Klara opa faoliyatlari haqida bo'ladi. U kishi men bilan birga Qarshi davlat universitetida ishlaganlar. Mehnat faoliyatlari 35-36 yildan oshiq. Hozir u kishining xonadonlariga tashrif buyuramiz va kontentimizni davom etamiz. Biz bilan qoling va obuna va like tugmasini bosishni unutmang. Hurmatli obunachilar, mana Klara opamizni, Klara domlamizni xonadonlariga keldik. Hozir eshikni taqillatib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Klara opa, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Charchamasdan. Eson-omongina yuribsizmi? Rahmat, xushkepsiz. Xushvaqt bo'ling. Barat va Klara Xolmanovna 1957-yil G'uzor tumani Batosh qishlog'ida tug'ilgan. Toshkent davlat chet tillari instituti fransuz filologiyasi fakultetini 1979-yilda bitirgan va shu yili G'uzor tumani 21-sonli maktabga ishga kirgan. Fransuz tili doirasida 40 yil ishlagan. 2003-yildan 2025-yilgacha Qarshi davlat universiteti fransuz tili kafedrasida ishlagan. Hozirda nafaqada C1 va B2 sertifikatlarini olgan. Klara opa, avvalambor shu xonadoningizga taklif qilganingiz uchun rahmat. Hayotingiz, ijodingiz haqida qisqacha bir gapirib bersangiz. Mayli. Men 1974-yilda 10-sinfni tugatib, fransuz tilidan hech qanaqa dars olmasdan Toshkent davlat chet tillari institutiga dokument hujjatlarimni topshirganman va u yerda bizni beseda bilan qabul qilishgan va noldan boshlaganman fransuz tilini o'rganishni. Sobiq Sovet ittifoq davrida o'qigansiz? Davrida 79-yilgacha. 79. Undan keyin Muborak shahrida ishladim 1-5 yil. U yerda ham fransuz tilidan dars berdim. Undan keyin 1985-yilda Qarshi shahriga kelganimizdan keyin 20-maktabda fransuz tilidan dars berdim. O'sha oxirgi yillari Nuriston akademik litseyiga ishga taklif qilishdi. U yerda ham fransuz tilini ochish sharafiga muyassar bo'ldim va hozirgacha davom etadi. Demak, Nuriston akademik litseyida fransuz tilini o'zingiz ochgansiz. Birinchi bo'lib ochganman. Mana aziz obunachilarim, hurmatli domlamiz Bag'rom Uzoqov chaqirib, shuni ochasiz. Rus gruppalarga hatto dars berganman. Juda mamnun bo'lishgan. Juda bir yaxshi, bir ulug' ish qilgan ekansiz domla. Hozirgacha adashmasam, hozir ham shu Nuristonda fransuz tili o'tiladi. Fransuz tili hozirgacha bor edi. Hozir shu yillar bilmayman. Yarman. Nuriston akademik litseyida necha yil ishladingiz? Nuriston akademik litseyida shu maktabda ishlab yurgan paytlarim chaqirishdi. Bu yerda yarim stavka ish bilan nima qildim. Rus gruppalari ham bordi. O'tasiz, qo'rqmang, o'tasiz dedilar. Qanday bo'layotgan deb qo'rqqanim yo'q. Hozirgacha ko'chada ko'rsa rus tilida, rus gruppasida o'qiganlar shunday nima qilib yaxshi eslashadi. Domla, mazmunli va qiziq suhbatingiz uchun rahmat. Klara opa, mana kanalimizda an'anasiga muvofiq bir necha savollar beraman sizga. Bu savollarga takliflar desa ham bo'ladi. Ya'ni shu savollarga javob bersangiz, obunachilarimizga qiziq, bizni ko'rib turganlarga juda ham qiziq. Bu birinchi savolim. Fransuz tilini noldan boshlayotganlar uchun eng muhim 3 maslahat bera olasizmi? Fransuz tilini noldan boshlayotganlarga birinchidan o'sha tilni o'rganishga ishtiyoq birinchisi. Ikkinchi maslahat domla? Ikkinchi maslahat, fransuz tilini boshqa tillar qatorida o'rganish kerak. Masalan, fransuz tilini o'rganib, masalan, bizda kam bo'lganimiz yo'q. Ba'zan g'ururlangan paytlarimiz bo'lgan. Fransuz tilini chiroyli til deb aytishganni o'zi bir katta gap.
Yaxshi domla, 3-maslahat nima deya olasiz? 3-maslahat fransuz tilini o'rganaylik. Hech bo'lmaganda ikkinchi til sifatida. To'g'ri, hozir ingliz tili juda taraqqiy etib ketyapti, lekin har tilni o'zini o'rni bor. Shu qatori fransuz tilini ham o'z o'rni bor va fransuz tilini ham hech bo'lmaganda ikkinchi til. Bitta tilni o'rgangan odam ikkinchi tilni juda tez o'zlashtiradi. Fransuz tilini ham o'zlashtirishga harakat qilishimiz kerak. Ikkinchi savol domla, fransuz tilini o'rganish hayotda nimalarni o'zgartiradi va bu til kelajakda o'rganuvchilarga qanday imkoniyatlar yo'lini ochib beradi? Dunyoni anglashga yordam. To'g'rimi? Albatta. Dunyoni anglashga. Har xil nima deydi, madaniyat, ma'naviyat, har xil davlatlarni o'rganish yaxshi-ku. Masalan, ayol kishi bo'lib turib, ko'pincha erkaklar yaxshi bilishadi nimalarni. Ayol kishi bo'lib turib ham shu erkaklar bilan bellashadigan darajada tilni o'rganib, o'sha nima qilsa, hayotda juda ko'p yaxshi narsa beradi. Ish sizni qorningizni to'qlaydigan narsa bo'ladi u. Albatta domla, bu kelajakda masalan o'rganuvchilarga frankofon davlatlarga chiqish imkoniyatlarini ochib beradi. Mana frankofon davlatlari, Kanadalar, Shvetsariyalar kim borishni xohlamaydi? O'shalarning ma'lum bir joylarida fransuz tili rivojlangan. Belgiyada ham tijorat, ham sayohat deganda. Yaxshi domla. 3-savolim, yoshlik fransuz tilini o'rganishda yoshlik muhimmi yoki har qanday yoshda o'rganish mumkinmi? Endi umuman olganda yoshlik bu juda ajoyib narsa. O'zim yoshim o'tgan sari uni qadriga yetyapman. Fransuz tilini o'rganishda, umuman til o'rganishda menimcha yoshni nimasi yo'q. Rahmat domla. 4-savolim, o'zbeklar uchun fransuz tilidagi eng qiyin jihat qaysi bo'lishi mumkin? Talaffuz. Talaffuz bo'lishi mumkin. Rahmat domla. 5-savol. Fransuzlar bilan muloqot qilishni qayerdan boshlash mumkin? Fransuzlar bilan muloqot qilishni oldin mana bu eshitib tushunishga e'tibor berish kerak, ko'proq eshitish kerak. Kichkina filmchalardan boshlash kerak. Yaxshi domla. Keyingisi, uyda mustaqil fransuz tilini o'rganish mumkinmi domla? Bo'ladi, o'rgansa bo'ladi, ozgina qiyinroq, faqat ustoz kerak, baribir ham ustoz kerak. Yaxshi. Necha oyda real natija ko'rish mumkin? Endi agar chin dili bilan ishlasa 6 oyda natija ko'rinib qoladi. Keyingi savolimiz, qaysi bepul manbalarni tavsiya qilasiz fransuz tilini o'rganishda? YouTube'da topish mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda topish mumkin. Telefon orqali o'rganish qanchalik samarali? Ya'ni bu savolni berayotganim sabab domla, hozir adashmasam deyarli 100% odamning qo'lida telefon bor. Shu sababdan shu savolni qo'ydim. Telefon orqali o'rganish qanchalik samarali? Telefon orqali o'rgansa ham bo'ladi. Mana hozir telefonda domla internet, ijtimoiy tarmoqlarni hammasini telefon orqali kuzatadi. Bu juda katta imkoniyatlar beradi aqlli odam uchun. Fransuz tilini o'rganishda tushkunlik bo'lsa nima qilish kerak? Masalan, bu tilni o'rganadi, albatta hamma tilda qiyinchilik bor-da, qiyinchilik bor-da, shu tilni o'rgana olmayman, nima bo'larkin, qiyin ekan degan savollar bo'lishi mumkin. Endi qiyin ekan degan nimada domla, hamma tilda ham o'zgarish qiyinchiligi bor. Mana biz siz bilan Qarshi davlat universitetida ishlaganmiz, fransuz tili va adabiyoti kafedrasida. Shunda talabalar ba'zan shunday qiladi: "Yo'q, bu menga emas ekan, men o'rgana olmayman" deb tushkun kayfiyatga tushib qolishganda ularga motivatsiya beriladi. Yaxshi narsalar o'rgatilib, ba'zan shunday bo'lganki, o'sha tushkun kayfiyatga tushgan talaba hammadan yaxshi o'zlashtirib ketgan. Shunday holatlar ham bo'ldi. Yaxshi domla, siz fransuz tilini qanday o'rgangansiz? Men fransuz tilini endi biz o'sha sobiq ittifoq payti o'rganganmiz. 0 dan boshlaganman. Shu jon jahdim bilan kirishib, 5-kursda oldi talabalar bo'lib yetishganman. Yaxshi domla. Siz ham xato qilganmisiz? Qanday bosqichda? Albatta. O'sha Toshkentda o'qib yurgan paytlarimda nimadan samarali foydalanmaganim o'sha xato deb o'ylayman. Shu tilni yanada chuqurroq o'rganib. Yaxshi domla, oxirgi savolim, agar qaytadan boshlasangiz shu tilni o'rgangan bo'larmidingiz? Albatta. Meni diplomimda ham ingliz tili, ham fransuz tili bor-da. Baribir fransuz tili yuragimga yaqinroq.
Rahmat Klara opa mazmunli va qiziq suhbatingiz uchun. Pensiya yoshida bo'lsangizda fransuz tilini hali ham unutmagansiz. Asarlar, turli romanlarni o'qib tursa, odam albatta unutmaydi tilni. Shu kitobni men sizga sovg'a qilmoqchiman. Rahmat. Buni to'g'ri fransuz tilida Valérie Perrin. Changelot des fleurs. Klara opa, shu fransuz tiliga bir qiziqroq nimadir fransuz tilida aytib bera olasizmi? Shu obunachilarimizga qiziqda bu. Albatta. Bonjour chers amis, je suis professeur de français, je suis Barbara Clara, j'aime beaucoup le français et je suis très contente de vous voir ici dans ma maison. Merci. Moi aussi, je suis très content de vous voir, de parler avec vous. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre attention. Men oxirgi nimamni sizga savolimni beraman. Bu videomizda ancha qiziq. Hozir siz ko'rib turgan insonni kimligini tasvirlaysiz. Bilmasangiz, men o'zim sizga yordam beraman. Shu inson kim? Victor Hugo, Mashhur fransuz mashhur yozuvchisi. fransuz adibi, 19-asr mashhur adiblardan biri Victor Hugo. Les Misérables, Les Misérables et Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. Asarlari. Asarlari juda nima, 19-asrda ijod qilgan u. Rahmat domla. Javobingiz uchun kattakon rahmat. Haqiqatan ham bu Victor Hugo. Victor Mashhur Hugo. fransuz yozuvchisi. Ham Victor Hugo nimada edi. yo nasrda ham nazmda degani she'r ham yozgan, asarlar ham yozgan. Asarlar ham yozgan. Rahmat. Klara opa, mazmunli suhbatingiz uchun rahmat.